Assalomu alaykum, kanalimizning go'zal va chaqqon pazandalari. Mana biz bugun sizlar bilan ko'rib turganingizdek, uyda bor masalliqlardan ko'pchilikka yetadigan yumshoqqina zebrali pirogni tayyorlab olamiz. Bizga kerak bo'ladi 2 dona tuxum. Tuxumni bittasini sarig'ini pirogning ustiga surish uchun olib qo'yamiz. Endi 300 yoki 400 gram tabga qarab shakar solib yaxshilab aralashtiramiz. Men shakarni 400 gram soldim, chunki pirogimiz katta bo'lishi mumkin, shirinroq bo'lsin. Endi ketidan 1 litr uy qatig'i muzdek bo'lsa yana ham yaxshi solib, yaxshilab shakar erib, bir xil massa hosil bo'lguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi 1 osh qoshiq iste'mol sodasiga 1 choy qoshiq uksusni solib yaxshilab aralashtirib xamirimizga quyamiz. Qatig'imiz ko'p hosil bo'lguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek xamir yaxshi tayyor bo'lyapti. Endi uyda topiladigan har qanday yog'dan 200 gram pirog ustiga qo'yamiz. Apelsin, limon, mandarin, har xil shunaqa sitrus mevalar po'stlog'ini doim olib qo'yaman. Shulardan ham maydalab solishingiz mumkin. Pirogimizni xushbo'y va mazali qiladi. Endi unni oz-ozdan solib yaxshilab aralashtiramiz. Menda chamasi 1 kilogramga yaqin un ketdi. O'zingiz tabga qarab un ishlatishingiz mumkin. Qumoqlari ketguncha silliq xamir bo'lguncha aralashtiramiz. Mana xamirimiz tayyor. Endi yana bir idish olib, xamirimizni ozroq qismini unga quyib olamiz. Xamirda ozroq qismiga 3 qoshiq kakao solamiz. Qolgan qismiga ham 3 qoshiq un solib, yana xamirni aralashtirib tayyor qilib qo'yamiz. Qumoqlari ketguncha yaxshilab aralashtiramiz. Bu orada pechni yoqib 180 darajada qizdirib qo'yamiz. Mana birinchi xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Kakaoli xamirimizni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana xamirlarimiz tayyor. Endi listimizni yog'lab pirogimizni solishni boshlaymiz. Listga har qanday sariyog' yoki uyda topiladigan yog' bilan yog'lashingiz mumkin. Endi xamirlarimizni oq xamirdan boshlab ketma-ketlikda quyib chiqamiz. Agar siz qoshiq yordamida 2 qoshiqdan quysangiz, zebrasi yana ham chiroyli bo'lishi mumkin. Men videoni tezroq yakunlash uchun cho'michdan foydalandim. Birinchi oq xamirimizni, keyin kakaoli xamirni shu tartibda xamirimiz tugaguncha quyib chiqamiz. Mana xamirlarni ham quyib oldik. Endi xamirimizni yaxshilab silkitib, pirogni tekislab olamiz. Oshxona cho'pi yordamida chiroyli is tushirib chiqamiz. Pirogimizni ustini xohishga qarab bezatishingiz mumkin. Men farzandlarim yoqtirgani uchun yong'oq bilan bezatdim. Pirogga yong'oq qo'shsangiz boshqacha ta'm beradi. Olib qo'ygan tuxum sarig'imizni asta-sekinlik bilan pirog ustiga surib olamiz. Bu yana ham chiroyli qizarishiga yordam beradi. Tuxum sarig'iga 1 osh qoshiq qatiq yoki sut qo'shishingiz ham mumkin. Men tuxum sarig'ini o'zini surtdim. Siz o'zingiz uslubingizda qilsangiz ham bo'ladi. Endi yong'og'imizdan ozgina sepamiz. Sepmasak ham o'zi chiroyli chiqadi. Mazza berish uchun yong'oq sepamiz. Qizib turgan pechimizga solib 40-50 minut oralig'ida pishirib olamiz.
Mana pirogimiz ham pishib chiqdi. Endi tekshirib olamiz pishganligini. Oshxona cho'pidan suqib. Mana hech qanday cho'pga ho'l massa yopishmayapti. Demak, pirogimiz yaxshi pishgan. Olishimiz mumkin. Pirogni yaxshilab sovutib, keyin kesamiz. Men videoni yakunlashim uchun sovutgan joyim videoga tushmadi. Yaxshi sovutmadim. Siz yaxshi sovutsangiz pirogingiz tekis kesiladi. Mana ichini ko'rishingiz mumkin. Pirogimizni oila a'zolaringizga albatta tayyorlab ko'ring. Mazasi yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Retseptni opisaniyada qoldiraman. Yoqimli ishtaha.